Aziz do'stlar, mana Angrendagi o'sha Yangiobod tog'iga chiqib keldik. Bu Chotqol tog' tizmalari hisoblanadi. Ya'ni G'arbiy Tian-Shan tog' tizmalarining bir bo'lagi hisoblanadi. Angrendagi bu Yangiobod tog'ining eng baland nuqtasi 3309 metr tashkil etadi. O'rtacha balandlik 2250 metr tashkil etadi. Biz mana bu yoqda Yangiobod shaharchasi, mana ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda Yangiobod shaharchasi pastda qoldi. Biz jami 20 dan oshiq talabalarimiz bilan, jurnalistika universiteti talabalari bilan chiqib keldik. Aksariyat talabalarimiz pastda qoldi, faqat 6-7 ta talabalar bilan tepagacha chiqib keldik. Yani demak, biz hozir taxminan 2500 metr balandlikdamiz dengiz sathidan. Yana oxirigacha chiqishimiz kerak. 2000 metrlar bo'lsa ham yana 1000 metrcha masofa bor. Cho'qqiga chiqib, yana sizlarga o'sha tog'ning qanday go'zal bir tasvirlarini ulashamiz. Lekin havo juda go'zal. Tabiat nihoyatda go'zal, havo musaffo. Yuragi xasta insonlar uchun hech qanaqa dori kor kerak emas. Shu qalbida dardi bor insonlar mana shu yerga kelib, archadan chiqargan toza musaffo havolarni, daryoning shovqinlarini eshitib, mana bu giyohlarning xushbo'y, shifobaxsh hidlarini dardlarga albatta shifo topishadi. Azizlarim, bahor ketmasdan tog'larga kelib qolinglar. Hali ham lolalar ochilib